Baraka toping. Hali bulardan unne ko'zi tushmaydi-da. Mana qo'y aka. Qo'yni oldiga kelib ko'rsa his qiladi aka qo'yni. Ha, shuni aytaman-da men. Qo'yni ichiga qo'shib beramiz aka. Qo'y bir xil bo'lib qoladi. Bundan ziyod qo'ylar ham bor qo'yni ichida mana qarang aka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Va do'stlar, har doimgidek mana shunday boylik ramzi bo'lgan, baraka ramzi bo'lgan do'stlar, barakali Hisori qo'ylarimiz do'stlar sizlarga. Surxondaryo Hisori qo'ylari. Kecha Telegram kanalimizda ham qo'ylarimizda o'sha sifatini qanday ajratib olish kerakligi haqida ham ma'lumotlar qo'llanma shaklida tashlab qo'ydik. Aslida bu haqida juda ko'p gapiramiz. Qo'ylarimizni qirg'ligini, ekstrerini juda gapiramiz do'stlar. Mana shunday qirq sifatli qo'ylar, nasli buzilmagan sifatli qo'ylar bo'ladi do'stlar. Barakasini bersin. Qani bitta haydaygan old taraflarini ham ko'rsataylik. Bugungi videolarimiz Shuhratbek, Shavkatbek aka-ukalarning qorasidan. Shuhratbek, salomatmisiz? Assalomu alaykum, Asror aka, yaxshimisiz? Rahmat, salomat bo'ling. Ishqibozlari hamma sog' salomatmi aka? Rahmat, omon bo'ling. Siz mana shunday yaxshi qo'ylarni xalqimiz uchun ilinib kelaversangiz, yaxshi, biz ham xursand bo'lib chiqaraveramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha aka harakat qilyapmiz. Do'stlar, oyligingizni boylikka aylantirish uchun ham mana shunday yaxshi qo'ylardan pulni pul olib keladigan narsalarga bog'lab ketaversangiz, juda barakali bo'ladi ishlaringiz do'stlar. Aholimizda baribir juda ko'p qismi qishloq sharoitida yashaydi. Shahar nomida tursa ham baribir domlik joylar shahar bo'lsa, lekin shahar nomida turib hovli joylar juda ko'p do'stlar. Mana shunday bitta tashlab qo'yaversangiz ham anchagina yig'ilib qoladi do'stlar. Mana shunday 10 ta, 20 ta qo'yim bor desangiz ham, hali sekin-sekinlik bilan 1 yil, 2 yil davomida yig'sangiz ham yoki pul yig'ib birdaniga bittada olsangiz ham do'stlar, qo'ylar juda barakal. Faqatgina qo'y olishda yaxshi sifatli qo'y olishga harakat qiling. Xo'p, Shuhratjon, soni nechta? Soni 30 ta. 30 bosh. Yashang. Holatlari aka, xudo xolasa hammasi bo'g'oz. Olgan odamni qo'rasini qo'yga to'ldiradigan qo'ylar, xudo xolasa. Ular ham 1-2 tuqqan qo'ylar, ha? Ha, bir hafta 10 kundan nari mana qo'ylar tug'adi aka, qarang, to'ldirdim. Ko'rinib turibdi, yaxshi. Hozirgina ham bitta SMS keldi, telefonimga, gruppaga tashlab qo'ydim. Mana Sobirjon, siz ko'rdingiz-a? Mana bu yoq ko'rdi. Oldin bir 4 ta qo'y olgan ekan menda, undan keyin yana onlayn, yana oldim bolalardan deyapti. Hozir videosini tashlab qo'yapti. Bir xilla sizni men ham boshqa qimmat deb o'ylardim, lekin mana bu qo'ylarning farqini qarang deb bir joyga qilib tashlayapti-da. Endi o'zlarining qo'ylarimi bilmadim. Xullas, buni men aytaman-ku, olib boqqandan keyin farqini ko'rasiz. Shunday aka. Bozorlardan video qo'yamiz. Hali qimmat deb yozgandan keyin ba'zilar yozadi. Aka, men ham qimmat deb o'ylardim, lekin olib boqib ko'rib keyin bildim deydi-ku. Biz buni juda ko'p ta'kidlaymiz, birodarlar. Juda ko'p 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi deymiz-ku. Xuddi shundayda asalli shakar deymizmi, shirin deymizmi, quyuq suyuq deymizmi, to yeb ko'rmasangiz bilmaganingizdek. Shunday aka. Bularda bir partiya faqat shu, ha? Ha, aka, undan keyin to'qlarimiz. Malades, ushladilar. Ushlang. Mana do'stlar, ushlab ham ko'rsatamiz. Qolganini qayirib keling. Do'stlar, aytib ketaylik. O'zingiz ayting-da, dasht qo'ylarni ayting-da. Dasht sharoitida. Aka, mana shu dasht sharoitida yuribdi. Bir qo'ldan biz hali yemish berganimiz yo'q. Bir mahal ertalab bunga kirishdan oldin ikkita press sochamiz aka. Ko'rdi, yo'lni bosa. Yana dasht sharoitidagi isbotni do'stlar ko'ryapsizlar. Qo'ylarimiz qo'lga o'rganmagan. Darrov pisib oladi, mana o'zini tortadi. Misol uchun qo'ldan yemagan holatida misol uchun dasht sharoitida shunaqa et po'stda yuribdi, lekin siz hovli sharoitlarida misol uchun qo'chqorga o'xshab qamab emas, sargina qo'y yiqib ketdi qoyili. Tegma qo'yni qiynamanlar bo'g'azlar, aka, mana qo'y o'z erkin holatda bo'lsa, dahshat bo'lib o'zgarib ketaveradi. Hozir ko'rsating aka. Ana hozir jiyaningiz to ushlamagancha shu qo'yni qanday savlatini bilib bo'lmayapti-da. Ushlagandan keyin bilinib qoldi. Shunday aka. Yaxshi, baraka toping. Shu ham necha tish qo'y ekan, 6 tishga endi chiqdi aka. Mana aka. Ha, bu bo'ldi. Zo'r, tishlari zo'r. Endi buni qo'yda, bu qo'yda do'stlar, mana qo'y deyapmiz-ku. Qo'y boqqanda ham qo'yib qo'ying. O'zini holatiga qo'ying, erkin bo'lsin. Ana keyin ko'rasizlar qo'yda o'zgarishini. Shuhratjon, baraka toping. Hali bulardan unne ko'zi tushmaydi-da. Mana qo'y aka. Qo'yni oldiga kelib ko'rsa his qiladi aka qo'yni. Ha, shuni aytaman men.
qo'yni ichiga qo'shib beramiz aka. Qo'y bir xil bo'lib qoladi. Bundan ziyod qo'ylar ham bor qo'yni ichida mana qarang aka. Mayli, hammasi endi qanchadan berasiz bularni? Gapda narxida endi. Aka buni xudo xolasa sotamiz deb chiqardik, sotamiz aka. 7 million 200 mingdan bo'lsa bitta joyda olganga dastavkasini qilib beraman. 7 ekanda demak, ha? Telefon qilgan odamga kelishamiz aka. Bo'ldi, kelishadigan joylar. Real oladigan odam telefon qilsin aka. Real oladigan odam telefon qilsa, muomalasini qilib beraman aka. Rahmat aytib, xizmatini qilib o'zisini olsin inshaalloh. Yashang. 30 qo'ydan 30 o'zi tushirib bersa, do'stlar, bu ertaga 1 yildan keyin qaytaringlar. olmish qo'zlari ham salkam o'ziday bo'lgandan keyin bu degani do'stlar 1,5 milliard pul 1,5 milliarddan oshib qoladi mening fikrimda. Aniq endi shunaqada holat shunaqa bo'lyapti. 1,5 milliardlik narsa bo'lsa ham do'stlar oz narsa emas. Mana aytayman-ku, oyligingizni boylikka aylantiring, barakali narsalar oling do'stlar. Mana shuni faqat qo'y olishda adashmang. Sifatli qo'y oling do'stlar. Sizni hech qachon kuydirmaydi. Bular 7 xazinani biri. Lekin sifatsiz narsaga pul tikib qo'ysangiz, ertaga do'stlar, erta qo'y boqishdan ham ko'nglingiz qolishi mumkin. Shuning uchun e'tibor bersangiz, biz kanalimizda eng saralarini chiqaramiz. Mana shunday. Barakasini bersin. Bo'lmasa kim olsa ham do'stlar, mana shunday sara bizda doim eng yaxshilari deymiz-ku do'stlar. Siz baraka topadigan yaxshi qo'ylarni do'stlar, layklarni bosib, poddelitsalarni yaxshilab qilib qo'yingizlar do'stlar. Hammaga nasib qilsin. Bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.